Xonadoningiz yoki ishxonangizdagi hisoblagichlarning qiyoslov muddatiga e'tiborli bo'ling. Individual hisobga olish asboblari uchun qiyoslashdan o'tkazish oralig'i yuridik shaxslar uchun 4 yilda 1 marta, jismoniy shaxslardagi issiq suvni hisobga olish asbobi uchun 8 yilda 1 martani tashkil qiladi. Hisobga olish asboblarini o'z vaqtida qiyoslashdan o'tkazilmaganda qiyoslovni o'tkazish vaqtigacha issiq suvni hisoblash turar joy binolarida ro'yxatdan o'tkazilgan odamlarning soni bo'yicha amalga oshiriladi. Individual hisobga olish asbobidan foydalanish muddati tugayotganda yetkazib beruvchi 10 kun oldin iste'molchiga bildirishnoma yuborishi lozim. Iste'molchi 3 kun ichida hisobga olish asbobini tekshirish uchun buyurtmanoma beradi. Yetkazib beruvchi hisobga olish asbobini yechib olish sanasi, uning ko'rsatkichi va tekshirish muddati ko'rsatilgan 2 nusxada dalolatnoma tuzadi.